alaykum. Biyago'miz Vodiy kanalimizni kuzatuvchilari, yaxshimisizlar? Biz ancha yo'qolib ketdik. Eksport haqida videolar qo'ydik. Yo'qolib ketdik anchagina. Yo'qolganimiz sababi biz faktlar asosida dokument qilganimizdan keyin sizlarga yangilikni aytamiz deb aytdik. Mana xudo xolasa O'zbekistonning ichki bozoriga 1600 tonnaga ustozimiz Bahodir aka shartnoma qildilar. Shartnomamiz amalga oshdi, pullari ham tushdi. Xudo xolasa mana bugun seminarimiz odamlar ketishdi. Ko'rgazma bo'ldi. Biyago'mizlar ko'rsatildi. Chuvalchanglarimiz haykal. Texnologiya ham xuddi shu bizni texnologiyamizda qilgan insonlardan biyago'mizlarni sotib olamiz. Biyago'miz biznes to'xtatganlar, kayfiyati tushib, to'xtatib qo'yganlar, to'xtatmanglar. Bag'i bizda kuchli yangilik bor. Videoni ko'rib turinglar. Hozir Bahodir akadan ma'lumotlar olamiz. Men videoga olib turaman. Qodir akam bilan Bahodir aka gaplashishadi. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Biyago'mizga qiziquvchilar va biyago'mizchilar va sizlarga aytmoqchimanki, biyago'mizchilarni davri keldi xudo xolasa. Endi so'z navbati Bahodir akamga beraman. Bugungi seminar haqida va biyago'miz sohasida qanaqa yangiliklar bo'ldi. Bahodir aka, biyago'miz qilayotganlarga mana asl nimalar, ma'lumotlarni endi xudo xolasa aytsak bo'ladi, chunki biz kutgan kunlar keldi. Qodirali, avvalambor rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Nima deydi, qutlug' baraka kunlarga erishdik, xudo xolasa sabrlik bilan. Inshaalloh bugun katta seminar bo'ldi. Ko'rdingiz, butun viloyat bo'yicha veterinariyadan ko'p fermerlar kelib, shu qiziqish Alibek Tursunov boshchiligida katta seminar o'tkazdik. Buni negizi nimada so'rasa, buni mag'zi asosiy bizni nechilgi harakatimiz, nechilgi butun tirishib ishlayotganimizning mevasi, ya'ni prezident qarori 71-qaror fevral oyida 71-qarorni chiqargan prezidentimiz yerda unumdorligini oshirish maqsadida subsidiya 1 million subsidiya fermerlarga subsidiya ajratilgan. Shuni tasdig'ini 97-vazirlar mahkamasi bo'yicha butun har respublika bo'yicha har bitta viloyatga pilotniy rejim bo'yicha deylik, misol Beshariq tumani Farg'ona viloyatiga, deylik Narpay Samarqand viloyati Narpay tumani, deylik Ellikqal'a Qoraqalpog'iston Respublikasi, Ulug'nor deylik misol Andijonda. Ularga o'sha 13 ta tajriba uchastka qilib, fermerlarga paxtaga yo'naltirilgan, ixtisoslashgan fermerlarga o'sha gektariga misol 5 tonnadan ajratib, misol 1 milliondan pul ajratgan. Shuni evaziga biz misol hozir buni boshlashdan avval hozir vazifa berilgan Shotniy palatadan, ya'ni tuproqshunoslik, qishloq xo'jaligida tuproqshunoslik instituti, tadqiqot institutidan vakillari kelib, sizlardan hammamizdan namunalar olib ketdi, o'sha ishlab chiqarish jarayonlarimizdan. Bundan tashqari analizi yaxshi chiqsa, sifatli chiqqan bo'lsa, bular endi O'zbekiston Respublikasi vazirlar akademiya nima deydi, institut ximiya inorganik vеществ laboratoriyasiga topshirib, yaxshi chiqsa, butun qishloq xo'jaligi vazirligi tomonidan chiqqan xat bilan bizga topshirib berdi respublika bo'yicha, ya'ni sifatli biyago'miz olish. Bu nimaning dalolati? Biz o'zimizning texnologiyamiz bo'yicha ishlab chiqarganimiz uchun xabarimiz bor. Xursandchilikda boshqalar 25% bo'lsa, bizda 38%. Eng baland bizda chiqdi. Bemalol bayroqni ko'tarib qilsak bo'ladi. Chunki texnologiyamiz faqat sizni qo'llagan so'z bo'ladi. Biz endi o'zi rahmatli dadam boshlagan o'sha texnologiyani davom etib qilyapmiz. Xudoga shukr. Bu faqat o'zimni bu yutug'im emasda. Bu siz yutug'ingiz Qodirali. Misol Muhammad Yusuf ukamizning yutuqlari, misol, to'g'rimi? Misol Navoiyda butun respublikamizda o'sha 22 ta saylagan vakillarimizning o'sha yutuqlarida bizni tadqiqot, bizni texnologiyamizni boshqalarga o'rgatib qilib, bu hazlakam 3-4 ming tonna qilib berishimiz oson emas. Endi bu hozir faktga yo'naltiradigan bo'lsak, Qodirali, Beshariq tumanida 185 ta fermer xo'jaligi bilan shartnoma tuzdik. O'sha bugun predoplata tushdi, xudo xolasa. Ancha katta summa, barakasini bersin. Buni aytmay turaverik. Salkam 4 milliardlik shartnoma qildik. Inshaalloh bundan gapingiz bo'ldim, ko'pchilik qiziqadi. Masalan, davlat bilan ishlaganda shot bilan ishlash qiyin, pulni olish qiyin, bu narsa degan pul cho'zilib ketadi degan fikrlar bo'ladi. Bu yerda hech qanaqa unaqa shubha emas. Ya'ni pulni oldindan kerak bo'lsa olib, davlat bizga 100% sotib olayotgan biyago'miz pulini to'lab beradi. Fermer tomonidan biz kafolat xat yozib berdik hokimlikka. Bizning mahsulotimiz borligini ko'rib,
kerak bo'lsa yuqorida hokimiyatga rahbarlar bizga ishonch hosil qilib, bu nimani dalolati? Bizda sertifikatimiz borligi, biz anchadan beri reytingimiz ancha 70-80 da tushmaydigan reytingimiz va hokazo o'ziga yarasha o'zining bosqichlari bor-da. Bosqich bo'lganligi uchun bular ham ishonib shunchalik Aliy Tursunovlar bilan birlashib shu katta seminar o'tkazishimiz bu bejiz emas o'ziga yarasha. Buni nima demoqchimanki, hozir siz aytganingizdek bizi vaqtimiz keldi. Bizi vaqtimiz keldi bu narsani. Hozir bu narsani qilish kerak. Bekardan-bekar hozir veterinariyani butun hamma tumanda, viloyatda tumandagi shu boshliqlari ish yuritadiganlarda ko'p fermerlarda chaqirishmadi. Nimaga? Kimda qancha chorvasi bor? O'sha narsani tatbiq qilish kerak. Chunki mikrokreditlar beradi, boshqa. Biz bizdan chuvalchin sotib olsin. Biz o'rgataylik mana shogirdlarim orqali, vakillarim orqali, to'g'rimi? Siz tumaningizda bo'lsa, sizga biriktiraman. Andijonga bo'lsa, Andijonga biriktiraman. Boshqani tuman bo'lsa, biriktiraman. O'rgatiladi, uslugani to'laydi, qolaversa, kerak bo'lsa o'sha narsani biz sotib olamiz. Kerak siz menga yig'ib berasiz bu narsani. Chunki yaqinda eksportga ham harakat qilyapmiz-ku. Realniy narsa bir ikki oydan keyin eksport qiladigan bo'lsa, 10 ming tonnani qattiq olaman. Bu yangi bizga qilib beradigan zagotovитель kerak-da bizga hozir. To'g'rimi? Zagotovитель qilmasak bo'lmaydi. Bizni usulimizni tayyorlab beradigan, ya'ni Bahodirga tatbiq qilgan sifatli biogum ishlab chiqaradigan usul bor. Men sizlarga tushuntirganman. Shu usulda tayyorlab beradigan bizga endi odamlar kerak. Chunki bizda bozorlar ochildi, talab bor, bizda tayyor shartnomalar bor, tayyor mablag' bor. Xudo xolasa, qanchaga shartnoma qildik, shuni ham hozir Farg'ona Beshariqqa 4 milliard 600 million atrofi, 4 milliard 160 millionlik bo'ldi. Tonnasi 2,5 mingdan sotdik. Yo'q. 1618 tonna adashmasam. 1600 tonna eshityapsizlar, bu hazil ekan, tonna emas. Bu birinchi bosqichda. Birinchi bosqichda bu boshlanish, bu pilot rejim bo'lib qolsa, keyingi yil biz zamin yaratyapmiz. Keyingi boshqa viloyatga ham, viloyatdagi boshqa tumanlarga ham qil degandan keyin biogumni yetkazib beramiz. Umuman yetkazib beramiz. O'shunga hozir shundan bizdan foydalanib, o'sha bizning usulimizda yetishtirsin, biz bu narsani bemalol ertaga sotib olaveramiz. Sotib olamiz. O'sha hamkorlikda qilib tekshiramiz, kerak bo'lsa analizga o'zimiz to'laymiz pulni. Yo'l kirasini beramiz, qopini beramiz, kelib tekshirib, o'zi biz analiz qilib. Keyin bu narsani biz bemalol kim olsa, O'zbekistonda o'zi fermerlar oladimi, Teplitsa oladimi, boshqalar, chunki bu narsaga vaqt keldi, o'tdik. Oldi qochdi gaplar yo'q. Endi hozir faktga asoslanib, qolaversa tekshirib olishyapti. Bahodir aka aldayapti yo aldamayapti deb. Chunki ko'p bilasizlar gapiradi, lekin men ko'pincha videoga nimaga chiqmaganman? Chunki natijani kutganman. Chunki men birinchi o'rinda odam o'zini hurmat qilish kerak odamlar. Keyin oldi qoch, tilda suyagi yo'q. Keyin rezultat bo'lganda men bemalol hozir bayroqni qo'limga ko'tarib bemalol gapiryapman. Chunki tekshirib olish mumkin, surishtirib olish mumkin. Bu narsani qildimi, qilmadimi, qo'rlar, to'g'rimi? To'g'ri, 1 yildan beri jicha susaydik, boshqa harakat qildik, chet elga bordik, va hokazo o'g'isa harakat qildik. Lekin natija o'zimizga yarasha chiqdi inshaalloh. O'shunga hozir faqat o'zingiz gruppangizdan, qolaversa o'zimning gruppamdan, boshqa o'sha respublikadagilar, boshqa davlatdagilar, chunki bu narsaga keldik organikaga. Xohlasak, xohlamasak. Rahmatli dadam gapiradi, o'g'lim tilloga teng bo'ladi deydi. Bu narsaga yetib keldik-da. Mana qarang, kerak bo'lsa mansabdor shaxslar ham o'sha bizdan bu narsani qilib ber deb iltimos qilishyapti. Nimaga? Demak, kerak ekanmiz. Demak, kerak ekanmiz. Demak, hujjatda bizda mahsulotimiz sifatli ekan, demak biz odamga kerak. Sifatsiz qiladigan bo'lsangiz, birorta sizga qaramaydi. Demak, bizda kuch bor, sizlar borsizlar. Menda tilim yaxshi, Xudoga shukr. Sizlar bor ekansizlar, bemalol men bemalol qo'rqmasa 10 ming tonna chet elga eksport qilaman. 3-4 ta davlatlardan kommersiya предложение, tijorat taklifi berib, natija bo'lib qolsa, aka, bizga yetadigan ham o'zi ichki bozorda o'zi. Men nima deyman, shu narsani cho'chiyapmanki, ichki bozor shunchalik bo'ladigan bo'lsa, keyin eksport qila olmasak, to'g'ri, eksport ancha qimmatga bo'ladi. Buni plyus tomoni juda ko'p. Lekin hozirgi paytda kerak bo'lsa qoplaydi. Narxni avtomatik tarzda biz sabab narxni oshiramiz. Avtomatik tarzda hozir birorta sotolmayapman deb yalinolmaydi. Ertaga talabgor kimga biogumuz kerak bo'lsa, yalinib keladi, shunchadan arzon qilib berdi. Shuncha qimmat qilib berdi. Oldi yalinlar, olding. Lekin bu payt уже o'tib ketdi inshaalloh. Biogumuz tayyorlab, sotolmasdan ishini to'xtatganlar, ishini tugatganlar yaxshilab o'ylab ko'ringlar. Vaziyat keskin o'zgardi biogum sohasida. Mana biz bir ikki odam beri Bahodir aka bilan o'zi gaplashib yuramiz pastiyamni. Buni e'lon qilmaganidek quruq gap bo'lib qolmasin deb. Mana endi qo'limizda fakt bor, haqiqiy bozor, haqiqiy mablag' bor. Shuning uchun akalar boshqatdan ishni boshlanglar, qiziqqanlar boshqatdan chuvalchang olinglar. Xullas bizga
qancha ko'p begumimiz bo'lsa, o'zimizni texnologiyamiz sifatli holatda xudo xolisi kerak bo'ladi. Salomat bo'linglar, savollar bo'lsa, men uni kommentariyga yozib qoldirasizlar. Rahmat.